Mundialdagi A guruhiga o'tamiz. U yerda Fransiya, Senegal, Iroq hamda Norvegiya jamoalari o'zaro kuch sinashishadi. Bu guruhda asosiy favorit bor. Bu Fransiya milliy terma jamoasi. Ularning tarkibida bir qator yulduzli, tajribali, o'ziga xos iqtidor egalari jamlangan. Har bir pozitsiyada kuchli futbolchilar bor. Yevropaning eng kuchli grandlarida to'p surishadi. Jamoa murabbiyi Didier Deschamps ikki karra jahon chempionlari, jahon chempionatlarida 17-marta qatnashmoqda va legionerlar soni 22 ta. Tabiiyki, aytib o'tganimizdek, Yevropaning top 5 milliy chempionatlarida eng asosiy chempionlikka da'vogar jamoalarda to'p surishadi. Asosiy vazifa Deschampsning ularni o'zaro jipslashtirib, bir jamoa ruhiga keltirish. Senegal jamoasi Afrikaning kuchli jamoalaridan hisoblanadi. Jahon chempionatlarida 4-marta qatnashmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Aliou Cissé hisoblanadi. Ularda ham 24 ta legioner va 2 ta mahalliy o'yinchi bor. Sadio Mane, Nicholas Jackson, Kalidou Koulibaly degan nomlarni eshitgansiz. Bu stabil o'yinchilar bor. Iroq Osiyoning o'rtamiyona sifatli jamoalardan hisoblanadi. Jahon chempionatlarida 2 marta qatnashgan. 40 yil oldin ular debyut ishtirokchi bo'lishgan va bu yil ularni bosh murabbiy Jesus Casas mundialga tayyorlagan. E'tiborga oladigan joyimiz esa legionerlarning soni 11 taligida. Ularga birinchi turdayoq raqib bo'ladigan Norvegiya terma jamoasi, o'sha biz tanigan Holland, Edegor va bir qator yana tajribali futbolistlar yig'ilgan bu komandada. Bosh murabbiy Ståle Solbakken. Jahon chempionatlarida ular 4-marta qatnashmoqda va eng yaxshi natija hozirgacha 1998-yil Fransiyada o'tgan jahon chempionatida 1-8 final. Umumiy guruh haqida shunaqa fikrdamizki, bu yerda asosiy favorit Fransiya, Norvegiya ham, Senegal ham, Iroq ham g'alabaga intiladi. Har holda durang qayd etib bo'lsa ham, 3-o'rin bilan chiqib bo'lsa ham yaxshi natija evaziga chiqishga harakat qilishligi mumkin. Jahon chempionati J guruhi Argentina, Jazoir, Avstriya hamda Iordaniya. Bu kvartetda amaldagi jahon chempionlari, Afrikaning kuchli va jismonan baquvvat jamoasi, Yevropada zamonaviy pressing futbol maktabi hamda Osiyo vakili Iordaniya qatnashadi. Albatta favorit bu yerda yaqqol Argentina terma jamoasi. Lionel Messining 6-marta jahon chempionatlarida ishtiroki bu rekord hisoblanadi va undan tashqari juda ham yulduzlar ko'p to'lib toshgan. 5 ta legionerdan iborat tarkib bu jahon chempionatiga Lionel Scaloni boshchiligida boradi va ular umumiy 19 marta mundialda qatnashgan. Albatta Jazoir terma jamoasi bosh murabbiyi Vladimir Petkovich hamda Avstriya terma jamoasi murabbiyi Ralf Rangnick o'rtasida taktik bahs ketishi kutilmoqda 2-o'rin uchun. Va Avstriyada ishtirok bo'yicha tajriba ko'proq, ular 8-marta qatnashgan va Jazoir esa 5-marta. Va Iordaniya bu yerda ko'proq outsider sifatida qayd etilmoqda, lekin uchala jamoaga ham Osiyo vakili bilan to'p surish oson bo'lmasligi aniq.